Assalomu alaykum, men Muqaddas Komilova, Sharqona School hamda Sharqona Atelier asoschisi. Bugungi darsimizda sizlar bilan mana shu turdagi kostyumimizni qanday qilib qonun qoidasi bilan modellashtirishni ko'rib chiqamiz. Kostyum andoza asosimizdan olgan nusxamizni 44-razmer modellashtirib olamiz. Buni mana stoyka воротнигini qoldiramiz 3 sm da. 3 sm da stoykasini qoldiramiz. Mana chizamiz va mana bu yoqani qo'shgan chizig'imizni olamiz. Mana shu o'rtasidan mana to'g'ri ko'krak chizig'iga chiqardim. Ko'krak chizig'idan bu yog'ini men avvallashtiraman endi. Mana bu yog'ini tekslashtirib tutashtirib yuboramiz. Bu joyini kesib olib tashlaymiz. Qaytarma yoqasi yo'q, stoykasi bo'lib, oldi mana shunaqa dumaloq bo'lib chiqqan. Mana olib tashladim. Belini vitichkasini, mana bu bel vitichkani mana bu joyga ko'chirib oldim. Buni ko'chirish uchun bu bilan bu oraliqni teng o'rtasini bo'lib oldim va mana shu 3 sm chiqqan 1,5 bu yoqqa, 1,5 bu yoqqa qilib qo'ydim. Balandligini esa bundan 2 sm pastroq, bundan 2 sm pastroq qilib tutashtirib oldim. Endi demak bu vitichkani bu yoqqa oralig'ini ko'chirganimizdan keyin bu vitichka yo'q deb hisoblaymiz. O'rtasidan kesamiz ko'krak vitichkasigacha va ko'krak vitichkasini yopamiz. Kesdik. Mana bu vitichkasini yopamiz endi. Mana yopib oldik. Bu oralig'i ham mana shu vitichka bo'ladi. Ko'krak vitichkasini bu yoqqa tushirdik. Oldi bo'lagimiz tayyor bo'ldi bitish uchun. Sizlarga ajoyib yangiligim bor. Tez kunlarda oqshom liboslari onlayn kursim start oladi. Bilasizlar, meni obunachilarim ham, shogirdlarim ham bilishadi. Bu oqshom liboslarini anchadan beri kutib yozilishadi. Chunki bu oqshom liboslari kursim onlayn bir yilda bir marta ochiladigan kurs hisoblanadi. Lekin natijasi juda ham zo'r. Juda ham ko'p o'quvchilarim o'tgan yilgi o'qigan kursimdagi natijalari ajoyib bo'ldi. Ular mana shu kursni tugallagandan keyin oqshom liboslari, ya'ni kelin ko'ylaklar, salonlar ochishdi. Oqshom liboslarini ona va bola qilib, kattalarga, kichkinalarga tikib prokatga beradigan salonlar ochishdi va o'zlarini atelyesini, ishlab chiqarish sexlarini ochdi. Bularni albatta natijalarini ko'rib juda ham ko'zlarim quvonadi. Bu oqshom liboslari kursimda asosan ayollar liboslari, ya'ni oqshomga kiyiladigan liboslar, kechki liboslar o'tiladi. Ko'proq ayollar to'g'ri bichimdagi ko'ylak andoza asosini korsetlar, chashkali korsetlar, bir necha xil turdagi oqshom liboslarga modellashtiramiz. Chok turlaridan, zamok turlari, poyez turlaridan, yubkalar, yenglar, ko'ylaklarni bir necha xil murakkab turdagilarni fasonlarni modellashtirib, qonun qoidasi bilan bichilish, tikilish texnologiyalarini o'taman. Agar sizlar ham noldan boshlab mana shu oqshom liboslarini tikishni o'rganishni xohlasangiz yoki o'z malakangizni oshirmoqchi bo'lsangiz, mana shu video tagida hozir silka chiqadi. Silka orqali ro'yxatdan o'tib qo'ying. Telefon raqamingizni, kodi bilan va ism familiyangizni yozib qoldirsangiz, kursim start olishdan oldin adminlarim sizga aloqaga chiqib, kursimiz haqida batafsil ma'lumot berishadi. Endi orqa bo'lagimizni ham mana bu vitichkasini kesib pastga qarab to'g'ri chiziq chizamiz. Buni ham vitichkasini mana bu vitichka bilan buni o'rtasini tutashtirib olamizda. Topib olamiz. Mana shundan tepaga pastga to'g'ri chiziq chizamiz.
chizganimizda mana bu vichkadan 2 sm kamroq, bu pastdagi vichkadan ham 2 sm kamroq bo'lishi kerak va mana shu 3 sm ni bu yoqqa 1,5 dan o'tkazib olamiz. Mana. Bu vichka yo'q deb hisoblaymiz. Endi mana bu vichkani kesganimizni mana bu yelka vichkani ustiga yopamizda, bu vichkamizni ochamiz. Mana ochib bo'ldik, orqa bo'lagimiz ham tayyor. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, YouTube kanalimga obuna bo'lishni unutmang. U yerda sizlar bilan har hafta yangi bilimlar bilan bo'lishib boraman. Orzungizdagi libosni biz bilan birga yarating. Sizlar bilan Sharqona School hamda Sharqona Atelier asoschisi Komilova Muqaddas bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.